Demak, hurmatli aziz o'quvchilar, boshladik. Bugungi demak mavzuyimiz badiiy san'atlar, she'riy san'atlar mavzusi haqida gaplashamiz. Ekran bor. O'sha ekranga demak qarasalaringiz ham bo'ladi va slaydini ham tashlab qo'ydim. O'sha slayd orqali ham bemalol o'sha mavzularga qarab tursalaringiz bo'ladi. Demak, boshladik. She'riy san'atlar, ya'ni badiiy san'atlar. Bu o'zi she'riy san'atlar, shoir yoki o'sha buyuk bir Alisher Navoiylar, o'zimizga mashhur bo'lgan o'sha mumtoz janrda faoliyat yuritgan shoirlar o'z g'azallarida turli xil so'z o'yinlari, jonsizlarni jonlantirish, tarixiy shaxslarni, tarixiy joy, o'rinlarni insonlarga eslatish yoki jonsiz narsalarga nutq ato qilish yoki so'zlarni takrorlash, so'zlarni bir uyadosh so'zlardan foydalanib chiroyli bir she'riy san'atlarni hosil qilishga harakat qilishgan va juda ham chiroyli namunalarni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, she'riy san'atlarning birinchisi bu demak shaxslantirish san'atlari haqida gaplashamiz. Shaxslantirish san'atlari bu nima? Ya'ni o'zi nomidan kelib chiqib turibdiki, shaxslantirish san'atlari bu jonli yoki jonsiz narsalarni shaxslantirish, ya'ni insonlarga o'xshatib gapirtirish yoki o'sha harakatlar yoki hissiyotlarni, insondagi hissiyotlarni jonli jonsiz narsalarga o'tkazishga asoslangan, demak she'riy san'atlardan hisoblanadi. Biz ikkita badiiy san'at haqida bugun gaplashamiz. Birinchisi intoq badiiy san'ati, o'sha ekranda ko'rinib turibdi yoki slayddan ochib olishlaringiz mumkin. Intoq badiiy san'ati arabcha intoq degani demak nutq degani ekan. Bu arab tili, felektiv tillar oilasiga mansub bo'lganligi uchun o'sha so'zning o'zidan so'zlar yasalib ketadi. Ya'ni bizni tilimizga o'xshab so'zga so'z yasovchi qo'shimchalar orqali emas, balki so'zning asosidan yoki o'sha tovushlardan keyingi yangi so'zlar hosil qilinib ketilar ekan. Demak, intoq so'zidan biz nutq degan so'zni chiqarib olishimiz mumkin va o'sha yerda undosh tovushlarga e'tibor bersak, n, t va q tovushlari bor. Nutq degan so'z chiqib keladi. Demak, intoq badiiy san'ati bu nima? Jonsiz narsalarning gapirishi ekan. Ya'ni shoir jonli va jonsiz narsalarga va tabiat hodisalariga nutq bag'ishlaydi. Ya'ni yoki o'sha tabiat hodisalari yo har qanday jonli va jonsiz narsalar insonga o'xshab gapirar ekan, lekin bu haqiqiy hayotda mavjud emas. Ularga nutq ato qilish, o'sha ularni nutq orqali insonlarga gapirtirish san'ati bu intoq badiiy san'ati hisoblanar ekan. Misollarni ko'rib chiqamiz. Aytyaptiki, birinchi misolimizda ul yulduz uyalib boshini bukib aytadir, men uni tushda ko'ramen. Endi e'tibor beramiz. Mana shu yerda yulduz degan o'sha jonsiz narsa bor. Jonsiz narsa. Mana shu yulduz aytayapti, ya'ni aytmoq degan fe'l bor. Yulduz hech qachon gapirmaydi, biz bilamizki, va uni o'sha shoir, ya'ni o'sha muallif bo'lgan shoir uni gapirtiryapti. Ya'ni yulduz aytayaptiki, men uni tushda ko'raman. Ko'ramen deb yulduz gapiryapti. Uning gapirishi jonsiz narsaga nutq berish hisoblanadi va bu intoq badiiy san'atini hosil qiladi. Ikkinchi misolni ko'ramiz. Men gilosman bilib ol. Mana shu yerdan bilyapmizki, gilos hech qachon gapirmaydi va u aytayaptiki, bilib ol deyapti. Rangim olu, totim bol. Demak, meni rangim qizil va o'sha totim, ya'ni o'sha shirinligim bor degan ma'noda beryapti. Bu yerda gilosni gapirtirish orqali intoq badiiy san'ati hosil bo'lyapti. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Shaftoli der kulib kuz chog'i, sharbat bilan to'laman. Shaftoli biz bilamizki hech qachon gapirmaydi va shuning uchun bu yerda biz bemalol intoq badiiy san'ati mavjud deb olishimiz mumkin.
Demak, aytilyaptiki, shaftoli kulib aytyapti, kuz chog'ida, ya'ni sharbat bilan to'laman, ya'ni o'sha pishaman va shirin ta'mga kiraman degan ma'noda shaftoli gapiryapti. Bu intoq badiiy san'atini bizga hosil qilib beryapti. Intoq badiiy san'ati haqida mana shu fikrlar va bu umumiy fikrlar va siz qaysidir bir baytda jonli yoki jonsiz narsalarni gapirganini ko'rsangiz, intoq badiiy san'ati mavjud mana shu baytda deb bemalol olishingiz mumkin. Intoq san'ati tushunarlimi? Mana shunga javob yozasizlar. Tushunarlimi? Ovozim borayotgan bo'lsa va eshitayotgan bo'lsalaring, o'sha qoidalarini yozib olib, misollarigacha yozib olishga ulgurasizlar. Xudo xohlasa bugun bir 10 tadan ziyod bir badiiy san'atni ko'rib chiqishimiz kerak. Intoq tushunarli, demak, jonsiz narsalarni gapirtirish. O'sha gapirganda intoq badiiy nutq badiiy san'ati hosil bo'lar ekan. Endi keyingi slaydga o'tamiz va ekranga ham e'tibor bersalaringiz bo'ladi. Keyingi slaydimizda yana o'sha shaxslantirish san'atlarining yana bir turi tashxis haqida gaplashamiz. Tashxis so'zidan biz boya aytganimizdek, yuqorida aytganimizdek, shaxs so'zi hosil bo'ladi, ya'ni arab tilidan olingan, ya'ni shaxslantirish, jonlantirish san'ati ham deb nomlanib kelishi mumkin. Siz mana shu joyga ozgina e'tibor berasiz. Demak, tashxis arabcha shaxslantirish, jonlantirish badiiy san'at hisoblanar ekan. Endi qarang, o'sha shaxslantirish san'atlarining birinchisi intoq jonli va jonsiz narsalarga nutq ato qilish bo'ladigan bo'lsa, tashxisni intoqdan farqi o'sha jonli va jonsiz narsalarga, odamlarga xos bo'lgan, e'tibor beramiz, jismoniy va ruhiy xususiyatlarni jonsiz predmetlarga, tabiatning hodisalariga ko'chirish orqali, to'g'rirog'i ularni insoniylashtirish orqali paydo bo'ladigan tasvirdir. Endi tashxis va intoqni bir-biridan farqini ko'radigan bo'lsak, intoq jonli va jonsiz narsalarni gapirtirish bo'lsa, tashxis o'sha jonli va jonsiz narsalarni demak jismoniy va ruhiy insonlarning xususiyatlarini ularga o'tkazish ekan. Masalan, qanday bo'lishi mumkin? Bunda tashxis shaxs bilan bog'liq, ya'ni jonsiz narsalarni jonlantirish usuli nimalar bo'lishi mumkin? Badiiy asarda quyosh nima qiladi? Yugurar ekan. Demak, bu jismoniy harakat, insonning jismoniy harakatini jonsiz narsaga o'tkazdi. Daryo shoshar ekan, daryo shoshadi. Bu ham jismoniy. Samo, yulduzlar ko'z yosh to'kadi. Bu ham o'sha harakatga bog'liq bo'lgan va ichki kechinmalarga bog'liq bo'lganligi bilan ajralib turadi. Xarsangtosh bardosh va sabr ko'rsatadi. Bu demak ruhiy holat bo'yicha. Kuladi, bulutlar xo'mrayadi, qovoq osadi, bulutlar yig'laydi, o'sha yomg'ir yog'ayotganiga o'xshatib, bulutlar yig'laydi, tun uxlaydi, oy yuradi, yulduzlar guvohlikka o'tadi va o'sha yulduzlar nima bizga o'sha kulib qaraydimi yoki o'sha jismoniy va ruhiy holatlarni bizga taqdim etib beradi. Endi misol sifatida o'sha Lutfiyning bir baytini oldik. Jamoling vasfini qildim chamanda, qizardi gul uyatdin anjumanda. Endi qarang. Jamoling vasfini qildim chamanda, ya'ni chaman bu bog' ekan va o'sha gullar mavjud bo'lgan joyda sening jamolingning vasfini aytib berdim gullarga va undan keyin esa aytayaptiki, gul qizardi gul uyatdin anjumanda. Demak, o'sha yerda barcha gullarning oldida gul uyalib qolibdi anjumanda. Demak, gulning bu o'sha tashxis san'atini hosil qilib beradi bizga. Demak, ruhiy holatini, insonlardagi uyalish ruhiy holatini gulga o'tkazyapti va gulni shaxslantirib beryapti bizga. Keyingi misolimizda ul yulduz uyalib boshini bukib aytadur men uni tushda ko'ramen. Demak, bu yerda qarang, mana shu baytimizda hozir yuqorida o'tilgan shaxslantirish san'atining yana bir namunasi berilgan ekan. Shunda ul yulduz uyalib boshini bukib deganlari
Bu qaysi badiiy san'atni hosil qiladi? Hozirgi ikki o'tgan mavzumiz bo'yicha yozib yuborasizlar kanalga, qaysi badiiy san'at. Mana bir raqamini qo'yib jo'natdim. O'shani tagiga yozamiz. Yulduz uyalishi va boshini bukishi hosil qildi deb o'yladingiz. Yozamiz guruhga bir raqamini ostiga. Yulduzning uyalishi va demak boshini bukishi, bu nimalar, qaysiga kiradi? Hamma diqqat bilan eshitib tursin. Bu ham o'sha offlayn darsga o'xshagan dars. Juda ham kerakli ma'lumotlar bor. Demak, ul yulduzning uyalishi va boshini bukishi uning ruhiy va insonlarning ruhiy va jismoniy holatlarini yulduzga shaxslantiryapti, yulduz orqali ko'rsatib beryapti va bu tashxis san'atini hosil qilib beradi. Endi o'sha baytning ikkinchi misrasida aytadur, men uni tushda ko'ramen. Demak, ikkinchi misramizda qaysi badiiy san'at bor? Ikkinchi misramizda qaysi badiiy san'at bor? Hozir 2 degan raqamni pastiga javobini yozasizlar. Ikkinchisida aytadur, men uni tushda ko'ramen deganida qaysi badiiy san'at qo'llandi? Hozir ikkalasini bir-biridan ajratib olamiz. Xo'p, yaxshi. Demak, ikkinchisida intoq badiiy san'ati bor ekan. Yaxshi, demak gapirtiryapti buni. Birinchi misramizda demak ul yulduz uyalishi va boshini bukishi jismoniy va ruhiy holatlar tashxis. Aytadur, men uni tushda ko'raman degani esa nutq olib kiryapti. Bu intoq badiiy san'atlarini bizga hosil qilib beryapti. Demak, bizda shaxslantirish san'atlari haqida mana shu ikkita badiiy san'at haqida hozircha gaplashib turamiz. Demak, intoq badiiy san'ati jonli va jonsiz narsalarni gapirtirish bo'lsa, tashxis san'ati esa insonlarga xos bo'lgan jismoniy va ruhiy holatlarni jonsiz predmetlarga o'tkazish, bu tashxis badiiy san'at hisoblanar ekan. Demak, sizga ikkita badiiy san'at taqdim etildi. Tushunarli bo'ldi deb umid qilamiz va uchinchi badiiy san'atimizga o'tamiz. Uchinchi badiiy san'atimiz bu talmih badiiy san'ati hisoblanar ekan. Endi bu alohida o'zi talmih degan alohida san'at. Talmih badiiy san'ati bu nima? Talmih badiiy san'ati bu yaxshilab e'tibor berib tursangiz, bu talmih badiiy san'ati judayam bir oson badiiy san'at va topilishi ham juda oson. Ya'ni talmih bu nima? Talmih ishora qilish, biror narsa tomonga yengil nazar tashlash. Mayli biror narsa tomonga demaylik, o'sha ortga bo'lib o'tgan voqea hodisalarga, tarixdagi tarixiy shaxslarga, voqealarga, afsonalarga va asar qahramonlariga o'sha yengil nazar tashlash. Ya'ni masalan shoir hozirgi davrda shoir bo'ladigan bo'lsa, o'tgan tarixga nazar tashlab, masalan Islom Karimovni yo bo'lmasa Muhammad Yusufni yoki Abdulla Oripovlarni eslab orqaga nazar tashlab, buyuk tarixiy shaxslar yoki joylar haqidagi ma'lumotlarni, so'zlarni bu talmih badiiy san'atini hosil qilar ekan. Demak, umumiy qoidasi she'r, nasrda tarixiy shaxslar, voqealar, afsonalar, asar qahramonlariga ishora qilish bu talmih badiiy san'atini hosil qilar ekan. Endi yana bir o'sha talmih badiiy san'atini hosil qilgan baytlarni aniqlashning eng oson usullaridan biri bu o'sha nomlar, ya'ni ot so'z turkumidagi atoqli otlarga e'tibor beramiz va ular doimo bosh harfda yozilardi. Shunga ham e'tibor bersak, demak tarixiy shaxslar o'sha yoki joy nomlari, asar qahramonlarining ismlari bosh harflarda yoziladi.
Demak, birinchi misolimizga e'tibor beramiz. Yaqub bikin ko'p yig'idim qolmadi sensiz, nuri basarim xoh inonma. Bu g'azalni juda ko'pchiligimiz bilamiz va o'sha shoir yozuvchilar tomonidan yozilib, hozirda o'sha qo'shiq holatiga keltirilib, juda bir xalqimiz orasida yaxshi bir o'ringa ega bo'lgan qo'shiqlardan biri hisoblanadi. Demak, bu yerda talmih badiiy san'ati e, qayerda uchraydi desa, mana bu yerda Yaqub degan ism bor. Ya'ni bu kim haqida gap ketyapti? Yoqub payg'ambar haqida gap ketyapti. Yoqub payg'ambarni bilamiz va u o'sha tarixda o'tgan buyuk tarixiy shaxs hisoblanadi. Mana shu Yoqub degan so'z orqali siz talmih badiiy san'atini topib olishingiz mumkin. Ya'ni Yoqub payg'ambarning juda ko'pchilik bilsa kerak bu voqeani. Yoqub payg'ambarning o'g'li Yusuf payg'ambar o'sha go'zallikda judayam bir tengi yo'q, o'sha eng go'zallik timsoli hisoblanadi va uning o'sha Yusuf payg'ambarni aka ukalari tomonidan o'sha yaxshi bo'lmagan holatga solib, otasiga o'ldi deb qo'zichoqni qonini ko'rsatgani bo'yicha ko'pchilik ma'lumot bo'lsa kerak. O'sha o'g'lini yo'qotib qo'ygandan keyin esa Yoqub payg'ambar judayam ko'p yig'lar ekan. Ya'ni bu baytdagi ma'no shundan iboratki, Yoqub bikin ko'p yig'idin qolmadi sensiz, nuri basarim xoh inonma. Demak, yoriga aytyaptiki, Yoqub payg'ambarday o'sha ko'p yig'ladim va nuri basarim, ya'ni ko'zlarimning nuri qolmadi, xoh ishonma degan ma'noda kelyapti. Endi ikkinchi misolimizni ko'ramiz. Solib borma meni ey Yusufi husn, bu kun Yaqubdek baytul hazanda. Bu yerda yana talmih badiiy san'ati bor. Bu yerda Yusuf payg'ambar tilga olinyapti va yana Yaqub payg'ambar tilga olinyapti. Bu ham o'sha tarixiy shaxslarni bir nazar solishga misol bo'ladi. Demak, keyingi 3-baytimizda misol: Sulaymon saltanatlik podsho sen, Masih anfosliq Yusuf liqo sen. Demak, bu yerda talmih badiiy san'atni hosil qilayotgani Sulaymon alayhissalom haqidagi, Iso Masih o'sha mashhur tarixiy shaxs va yana Yusuf payg'ambar haqidagi o'sha ma'lumotlar berilayotgani va ortga nazar tashlanayotgani bu talmih badiiy san'atini hosil qiladi. Mana bu dumaloqni ichidagi, ko'k dumaloqni ichidagi misol ham mana shu talmih badiiy san'atiga mansub va siz hozir guruhga, o'sha kanalga yozaman, talmih badiiy san'atini qaysi so'z hosil qilayotganini yozib yuborasiz. Demak, talmih deb yozdim. Zohido ishqu muhabbat ahlini ma'zur tut, yor ko'yida na bo'ldi shayx sanon oqibat. Mana shu yerda talmih badiiy san'atini hosil qilayotgan so'zni kanaldagi talmih degan post tagiga javob sifatida yozib yuborasizlar. Tezlashamiz. Talmih badiiy san'atini hosil qilgan so'z. Yozamiz, eshitmaymiz, faqatgina eshitmanglar. O'sha slaydlarga qarab, javob yozib, o'sha aktivroq bo'lib turamiz. Talmih degan o'sha so'zni tagiga, demak, yozamiz. Nima talmihni hosil qilyapti, qaysi so'z? Yozaveramiz hamma, sal diqqatliroq bo'lamiz. Yaxshi, demak javoblar kelyapti. Mana shu baytda ham talmih san'atini yorqin namunasini ko'rishimiz mumkin ekan. Bizda 3 ta badiiy san'at bo'ldi. Yaxshilab e'tibor berasiz. Milliy sertifikat imtihonlarida albatta g'azal tahlilida she'riy san'atlar juda muhim va savol she'riy san'atlar haqida beriladi va bayt berilib, o'sha she'riy san'atlarni
topish haqida sizga topshiriq beriladi. Yaxshilab o'rganib olsangiz, bu savollar sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, demak, talmih badiiy san'ati 3 ta badiiy san'at bo'ldi bizda. Endi keyingi badiiy san'atga o'tamiz. Ekranga e'tibor berasiz. Agar ekran yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, kattalashtirish imkoniyati ham bor. Ekran yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, kattalashtirish imkoniyati ham bor. Demak, keyingi badiiy san'atlarimizni yana bir umumlashtirib oldik. Umumiy mazmun asosida bu so'zlar takroriga asoslangan san'atlar. E'tibor berasiz, har doim darsda aytilgandek, bu mavzularning nomi ham demak o'sha ko'p mavzuning qoidasini sizga yetkazib berib qo'yadi. Demak, so'zlar takroriga asoslangan san'atlar. Nima qilish kerak ekan? So'zlar nima qilar ekan? Bu yerda takrorlanar ekan. Ana shu takrorlarga asoslangan badiiy san'atlarni ko'rib chiqamiz. Ekran katta ko'rinyaptimi? Xo'p, ekran yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, telefonlaringda o'sha ekranni kattalashtirish funksiyasi bor. Agar juda ham ko'rinmayotgan bo'lsa, slayd tashib qo'yganman. O'sha slayd orqali ham tomosha qilishlaringiz mumkin. Slayd orqali ham tomosha qilishlaringiz mumkin. Xo'p, mayli, ekranni kattalashtiring debdi, mana kattalashtirdim. Demak, so'zlar takroriga asoslangan san'atlar. Bu yerda demak boshladik. Eng birinchi san'atimiz, xo'p, hozir bir daqiqa. So'zlar takroriga asoslangan badiiy san'atlar. Buning birinchisi tasdir, yozib olamiz. O'sha qoida daftarga yozib olamiz. Tasdir. Demak, tasdir bu so'zlar takroriga asoslangan san'atlar orasida eng keng qo'llangani tasdir hisoblanar ekan. Endi mana bu yerda bir qancha tushuntirishlar men sizlarga demak misol sifatida berilgan o'sha baytlar asosida tushuntirib beraman. Xo'p, e'tibor beramiz. Misol sifatida degan joyida shunday aytilganki, o'sha bitta bayt berilgan. Men bu yuz mushtoqidur men, bog'u bo'ston kim bo'lur? Bo'lmasin nasrinu lola, arg'uvon sizsiz menga. E'tibor bering. Demak, so'zlar takrori deyilyapti va bu joyda aytishimiz mumkinki, biz o'tgan darslarda o'tganmizki, g'azalning bir qatori bir misra, ikki misrasi bir bayt hisoblanadi. Demak, e'tibor berasiz, baytni boshlab bergan so'z o'sha baytning oxirida takrorlanib keladi. Ya'ni undan ham osonroq tushuntirib, birinchi qatorni boshida turgan so'z ikkinchi qatorning oxirida takrorlanib keladi. Tushunarli? Siz o'shanaqa o'zingizga chizib olishingiz mumkinki, ikki chiziq chizib, demak, birinchi chiziqni boshiga dumaloq qo'yib, ikkinchi chiziqning oxiriga dumaloq qo'yib, ana shu shakl asosida yodlasangiz ham bo'ladi. Demak, birinchi qatorni boshlab kelgan so'z ikkinchi qatorning oxirida ham takrorlanadi. Xo'p, bu aynan tasdir badiiy san'atini hosil qiladi. Mana shunday chizma qilib olsangiz ham bo'ladi o'zingiz. Endi ikkinchisi, o'sha tasdirga misollardan ikkinchisi, yoz boshi dalalar soz, o'z ko'rkini yozmish yoz. Qarang, bu yerda ham tasdir badiiy san'ati bor. Ya'ni birinchi qatorni boshlab kelgan so'z ikkinchi qatorning oxirida takrorlanyapti. Bu demak, baytni boshlab bergan so'z bayt oxirida takrorlanib kelishi, bu demak tasdir badiiy san'atini hosil qilar ekan. Tasdir. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hozir bir guruhga kiramizda. Xo'sh, guruhga kirib gapirish funksiyalaringni qayerdan ochsam bo'ladi?
Отправить сообщение. O'chirib qo'yaman. Xo'p, demak, davom etamiz. Davom etaveramiz ekan. Oxirida savol-javoblarga imkoniyat beramiz. Demak, biz hozir tasdir badiiy san'at haqida gaplashdik. Tasdir badiiy san'atini yana bir oson yo'li o'sha birinchi qatorni boshlab bergan so'z, ikkinchi qatorning oxirida ham takrorlanib kelishi tasdir badiiy san'atini hosil qilib beradi bizga. Xo'sh, endi keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi badiiy san'atimiz, she'riy san'atimiz tasbeh she'riy san'ati hisoblanadi. Qoidalarni yozib keting, oson bo'ladi. Demak, tasbeh bu ham o'sha so'zlar takroriga asoslangan badiiy san'atlarning yana biri hisoblanadi. Endi bu tasbeh badiiy san'atini o'sha hozir ko'ryapsiz, arabcha so'zlarga asoslangan ko'pchiligi, juda ko'pi, asosan hammasi desam bo'ladi. Va shunda bularni qanday eslab qolish mumkin? Ayni mana shu tasbeh badiiy san'atini siz tasbeh deb yodlab olsangiz bo'ladi. Bu endi aynan tasbeh badiiy san'at emas, o'shanday qilib o'zingiz uchun qulayroq qilib yodlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni tasbeh deb yodlasangiz bo'ladi. Tasbeh bu nima? Tasbehni biz bilamizki, tasbehning bitta munchog'ini o'tkazsak, keyingi munchog'i birdaniga uning davomidan keladi. Shunday bo'ladi. Demak, tasbeh badiiy san'ati bu nima desa, yana so'zlar takroriga asoslangan badiiy san'at va bitta so'zni aytganimizdan keyin o'sha so'z yana takrorlanib kelishi bu tasbeh badiiy san'atini hosil qiladi. Mana tasdir bilan tasbehni bir-biridan farqlaymiz. Tasdirda birinchi misraning dastlabki so'zi yoki so'zlari ikkinchi misra oxirida takrorlandi. Shunday bo'ldi. Birinchi qatorning boshidagi, ikkinchi qatorning oxirida takrorlandi. Endi tasbehda o'zgacha varianti, ya'ni zid varianti. Birinchi misraning oxiridagi so'z keyingi misraning boshida takrorlanadi. Demak, birinchi qatorning oxiridagi so'z ikkinchi qatorning oxirida takrorlanib keladi. Nimaga bu tasbeh desa, o'sha bittasini aytganimizdan keyin ikkinchisi birdaniga kelib qolar ekan. Tasbehning asosiy xususiyati shundaki, u kitobxon diqqatini fikr yuritayotgan obyektga markazlashtiruvchi linza vazifasini bajaradi. Ya'ni biz ham agar qaysidir insonlar bilan bir so'zni bir necha marotaba aytsa, ketma-ket u o'sha so'zga e'tiborini kuchliroq qaratadi. Ya'ni o'sha markazlashadi o'sha so'zga qarab. Demak, misoliga qaraymiz. Kuchim yetguncha ko'p qildim vafolar, vafoli qulni asrar podsholar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, vafo so'zi birinchi misraning oxirida kelyapti va yana o'sha so'z ikkinchi misraning boshida kelyapti. Endi yana o'sha daftarga chizib olish mumkinki, ikkita chiziq qilib, birinchi chiziqning oxiriga dumaloq va ikkinchi chiziqning boshiga dumaloq chizib qo'yadigan bo'lsak, bu ham o'sha tasbeh badiiy san'atini shaklan yodlash uchun sizga juda ham oson bo'ladi. Xo'p, ikkinchi misol, birida sencha ko'rmadim jur'at, jur'ating bo'ldi mahlasingga jihat. Shunda e'tibor beramiz. Birinchi misraning oxirida jur'at va ikkinchi misraning boshida ham xuddi o'sha so'z takrorlanyapti. Demak, bu tasbeh badiiy san'atini hosil qilar ekan. Xo'p, tasbeh va tasdir san'atlari tushunarlimi? Mana tasbeh deb kalga yozdim. O'sha tasbehni tagiga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, o'sha plus belgisini qoldirasiz. Faqat eshitmang, o'shalarga ham qarab turing. Xo'p,
Yaxshi. Demak, tushunarli. Tushunmaganlarga oxirida yana bir mikrofonni ochamiz. Demak, tasbeh badiiy san'ati ketdi. Bu bizga so'zlar takroriga asoslangan badiiy san'atlarning birinchisi tasbeh va endi uchinchisiga o'tamiz. Uchinchisi tardi aks. Tardi aks degan badiiy san'at. Bu ham takrorlash, o'sha so'zlarning takroriga asoslangan badiiy san'atlardan biri hisoblanadi. Ya'ni yozamiz o'sha daftarimizga tardi aks badiiy san'ati. Tardi aks bu nima? Tardi aks mana o'zi so'zdan ham kelib chiqib turibdiki, aks deyapti. Demak, so'zlarni aks holda qo'llash, ya'ni hozir misol qilamiz. Tarda aks bu arabcha teskari qilib takrorlash degani. Yana bu ham takrorlayapti, faqat teskari qilib takrorlayapti. Masalan, she'rning birinchi misrasida keltirilgan ikkita so'z yoki so'z birikmalarini keyingi misrada o'rnini almashtirib takrorlashdan iborat bo'lgan san'at hisoblanar ekan. Xo'p, endi biz aytamiz, orasida shunaqa maqol borki, Xo'ja Ali Xo'ja degan bir tushuncha bor. Demak, Xo'ja Ali birinchi kelayotgan bo'lsa, Ali Xo'ja deb ikkinchisi o'sha so'zlar bir-birini o'rnini almashib, teskari qilib takrorlanib kelishi bu tardi aks badiiy san'atini hosil qilar ekan. O'sha mazmunan tushunib ketsalaring juda ham oson. Xo'p, misoliga o'tamiz. Ko'ngilga bo'ldi ajoyib balo qaro soching, shikasta ko'nglima qaro balo soching. Bu yerda e'tibor bering. Birinchi misramizda balo qaro so'zlari, birinchi balo so'zi kelyapti, keyin qaro so'zi kelyapti. Ikkinchi misramizda esa o'sha ikkita so'z teskari qilib takrorlangan, ya'ni qaro birinchi, balo ikkinchi bo'lib takrorlangan. Demak, bu so'zlarni teskari qilib takrorlash. Ikkinchi misol, begona bo'libdir oshnodin, begonaga oshno bo'libdir. Shunda qarang, bo'libdir degan so'z birinchi misrada birinchi kelyapti, oshno degan so'z ikkinchi kelyapti. Ikkinchi misrada esa oshno so'zi birinchi, bo'libdir so'zi ikkinchi o'rinda kelyapti, ya'ni teskari takror holatda kelyapti. Biz bunday holatlarda qaysi badiiy san'at mavjud deb olinsa, bunda tardi aks badiiy san'ati mavjud deb olamiz. Tushunarli deb o'ylayman. Bu juda ham oson badiiy san'atidir. Keyingi badiiy san'atimiz takrir badiiy san'ati hisoblanar ekan. Takrir badiiy san'ati o'zi ismiga qaraymiz. O'sha takrir deganini biz olishimiz mumkinki, takror deb olishimiz mumkin. Takror deb olishimiz mumkin. Ya'ni so'zlarni takrorlash. Endi biz takrorlashning o'rinlarini ko'rib chiqdik. Birinchi misraning boshida va ikkinchi misraning oxirida kelsa tasdir, birinchi misra oxirida, ikkinchi misraning boshida kelsa tasbih, undan keyin teskari qilib takrorlasa tardi aks. Endi takrir badiiy san'atiga qaraysiz. Arabcha shunchaki takrorlash. Endi bu takrorlash qanaqa bo'ladi degan savol bor. Takrorlash san'ati muayyan she'rda u yoki bu so'zni takror qo'llash. U yoki bu so'zni takror qo'llash. So'zni takrorlashdan maqsad o'sha so'zning ma'nosini, tub mohiyatini ta'kidlash, unga o'quvchi diqqatini tortishdir. Endi biz bitta narsaga e'tibor berasizlar. Demak, so'zni davomli qo'llash san'atidir deyapti. Bitta narsaga e'tibor berasizlar. Biz takroriy so'zlar, ona tili darslarimizda aytilganki, takroriy so'zlar doimo chiziqcha bilan yoziladi deb turgan. Endi mana shu joyga ehtiyot bo'lasizlar. Takrir badiiy san'atida so'zlar chiziqchasiz takrorlanadi va ular o'sha baytning turli xil o'rinlarida takror kelish holati kuzatiladi. Agar yonma-yon kelgan taqdirda ham bular chiziqchasiz takrorlanadi. Kimdir yozayotgan bo'lsa, chiziqchasiz takrorlangan so'zlar takrir san'atini hosil qiladi.
Chiziqcha bilan takrorlangan so'zlar esa boshqa badiiy san'atni hosil qiladi. Uni ham hozir ko'rib chiqamiz. Endi misolga o'tamiz. Layli, layli debon chekib un, el deb majnundir ushbu majnun. Bu yerda layli, layli degan so'zlar ko'ryapsiz, yonma-yon takrorlanyapti, lekin o'rtada chiziqcha yo'q. Mana shu jihatga e'tibor bering. Ikkinchi misrada esa el deb majnundir ushbu majnun. Bu esa turli xil o'rinlarda takrorlanyapti. Bunda ham chiziqcha yo'q. Siz takror, bu takrir badiiy san'atni hosil qilar ekan. Keyingi misol: demon kim ko'ngli poku ham ko'zi pok, tili poku, so'zi poku, o'zi pok. Endi qarang, davomiy o'sha so'zni takrorlayapti. Birinchi misrada pok, ko'ngli pok, keyingisi ko'zi pok, keyingisi tili pok, so'zi pok va o'zi pok. Bu yerda pok so'zi bir necha o'rinlarda takrorlanyapti va bu takrir san'atini hosil qilyapti. Yana bir bora eslatib o'taman, takrir san'ati chiziqchasiz takrorlash. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Endi keyingi badiiy san'atimizga o'tamiz. Keyingi badiiy san'atimiz bu tarse badiiy san'ati. Nomlarga chalg'ib ketmang. 2-3 marta takrorlab o'qiysiz va so'zlar yodingizda qoladi. Endi tarse badiiy san'atini biz qanday yodlab olamiz degan savol bor. Endi tarse badiiy san'atini siz o'zbekchaga o'girib bir chiroyliroq qilib yodlash uchun degan so'zni olib tashlaymiz. Tarse ya'ni tars degan so'z hosil bo'ladi. Endi bu badiiy san'atning mohiyati nimada? Tarse badiiy san'ati bu ipga tizilgan marjon degan, o'sha tarse so'zining ma'nosi arabchada ipga tizilgan marjon. Bunda baytda misralardagi ost-ust joylashgan so'zlar vazndosh, ohangdosh va qofiyadosh bo'lib kelishi. Ya'ni bunda nima demoqchi bo'lyapti? Birinchi qatorda 4 ta yoki 5 ta so'z qanday aytilgan bo'lsa, masalan, birinchi so'zi, o'shaning tagida turgan ikkinchi misradagi so'z ham o'shanga o'xshab aytiladigan qof ohangdosh so'z bo'lib keladi. Misolga e'tibor bersak yaxshiroq tushunamiz. Sendek menga bir yori jafokor topilmas, mendek senga bir zori vafodor topilmas. E'tibor beramiz. Birinchi misradagi birinchi so'z sendek, o'shaning tagidagi so'z esa mendek. Ikkalasi qofiyadosh, ya'ni ohangdosh aytilishi bir-biriga yaqin. Bu tarse san'atini tars deb o'sha tepadagi so'zning qofiyadoshi tars etib pastga tushib qolganday bo'ladi. Ikkinchi so'zi menga deyaptida va tars etib pastga tushib senga so'zi bilan bir qofiyadosh bo'lyapti. Keyingisi bir yori degan so'zi tars etib yerga tushib zoriga o'zgaryapti va aytilishi bir-biriga yaqin. Jafokor, vafodor, topilmas. Demak, bu yerda tepadagi birinchi misradagi so'zlar o'zining ostidagi ikkinchi misralardagi so'zlar bilan qofiyadosh va ohangdosh bo'lib keladi, tars etib pastga ohangdosh bo'lib tushib qoladi. Endi ikkinchi misolimizga qaraymiz. Xo'p, ikkinchi misolimiz: qamar yuzingdan bo'lur munavvar, shakar so'zingdan kelur mukarrar. Endi mana shu so'zda siz hozir ikkinchi misol deb yozaman va o'sha yerda siz hamma yozsin. Ikkinchi misol deb post tashladim. O'sha ikkinchi misol postini javob joyiga yozasizki, qaysi so'zlar bir-biriga qofiyadosh, ohangdosh bo'lib kelyapti va o'sha so'zlar tarse badiiy san'atini hosil qilyapti. Yozamiz hamma. Oson ekan-ku, tushundim-ku degan muammolar bo'lmasin va erinmang. Yozdik. O'sha so'zda qaysi so'zlar bir-biri bilan ohangdosh bo'lib kelyapti? O'sha baytda yozamiz. Uyalmang, eng asosiysi. Yozamiz. Kutib turaman.
Faqat munavvar va mukarrar so'zlarimi? Faqat bo'lur va kelur so'zlarimi? Ha. Hammasini yozing. Aynan munavvar mukarrar so'zlar emas bu yerda. Xo'sh. Ovoz boryaptimi? Ovozda muammo bor ekan deyapti. Ovoz yaxshimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Xo'p, demak ovoz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi e, to'g'ri, hozir javoblar tashlandi. Bu javoblarda qarang, qamar va shakar so'zi yuzingdan, so'zingdan, bo'lur, kelur va munavvar, mukarrar so'zlari barchasiga demak nima bo'lgan? Hammasi tars etib pastga ohangdosh bo'lib tushgan. O'shanday oddiy va jaydara qilib yodlaydigan murakkab narsalar emas. Tarsiy badiiy san'ati tugadi. Endi keyingi badiiy san'atni yozasiz daftarga. Bu mukarrar badiiy san'ati. Mukarrar badiiy san'ati bu nima? Bu badiiy san'at yana so'z takroriga asoslangan badiiy san'at hisoblanadi va bu badiiy san'atning asosiy mazmuni yana so'zlarni takrorlash. Faqat endi mana shu joyda so'zlarni chiziqcha bilan takrorlash. Mana o'sha chiziqcha degan joyiga ham yetib keldik. Demak, mukarrar badiiy san'ati bu so'zlar orasida chiziqcha belgisi mavjud bo'ladi. So'zlarning yondosh juft takroriga mukarrar san'ati deyilar ekan. Demak, qaysidir sizga xo'p ovoz yo'q ekan. Endi-chi? Xo'sh. Ovoz boryaptimi? Yo'qmi ovoz? Ovoz. Endi-chi? Endi yaxshi bo'ldimi? Tezroq yozib boramiz. Ovoz yaxshi bo'ladigan deylik. Nimaga kelmaydi? Ovoz endi boryaptimi? To'g'irladim ovozni. Dars yozib olinyapti, o'quvchilar. Qaytadan tashab beraman. O'sha tashalganini yana qaytadan ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, o'sha mukarrar badiiy san'atida to'xtagandik. Mukarrar badiiy san'ati bu so'zlarni demak yondosh holatda yonma-yon keladi va juft takroriga aytiladi, ya'ni 2 marta takrorlanadi deyapti. Mukarrar san'ati bu mukarrar so'zlar orasida eng asosiy e'tibor beradigan joyi chiziqcha belgisi mavjud bo'ladi. O'sha chiziqcha orqali siz bemalol mukarrar deb olaverasiz. Misol sifatida ko'ramiz. Jon olardi berib jon va qancha qurbon. Mana bu yerda qancha so'zlari chiziqcha bilan takrorlanyapti
va o'sha chiziqcha mavjudligi uchun bu mukarrar badiiy san'atini hosil qilyapti siz uchun. Keyingisi halqa halqa zulfikim ul mohi tobonindadur, ching'a boqsam doldek xurshid aning yonindadir. Demak, bu yerda mukarrar badiiy san'atini hosil qilayotgan so'z bu halqa halqa degan so'zlar va o'rtada chiziqcha bor. Xo'sh, demak, bu mukarrar san'at edi. Mukarrar san'at ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Va sizlarga bugun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ta badiiy san'at o'tibmiz. Bizda yana hali badiiy san'atlarimiz ko'p, lekin bugunga yetadi deb o'ylayman va ana shu 9 ta badiiy san'atni sizlardan o'sha keyingi darsimizda misollar orqali so'rab olaman va siz topishga harakat qilasiz. Harakat qilmang, aniq topib kelishga bir o'zingizga va'da bering. 9 ta badiiy san'atni yodlash menimcha qiyin emas. Hozir o'sha she'riy san'atlar mavzusini umuman o'tmaganlar, she'riy san'atlar qiyin bo'lsa kerak, o'sha g'azalda uni qanday topamiz, qiyin-ku deganlar aytishdiki, osonroq ekan va mana shu hozirgi 9 ta san'atni biz bir qarashda matndan bemalol topib olsak bo'ladi. Xo'sh, demak, bugungi mavzular barchaga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Endi mavzular tushunarlimi? Mavzular tushunarlimi? 9 tagina badiiy san'at o'tdik. Bu juda ham kam badiiy san'at. Keyingi safar yana bir 10 ta o'tadigan bo'lsak, o'sha g'azalni ichidagi o'sha badiiy san'atlar, she'riy san'atlarni yaxshigina topib oladigan bo'lasizlar, xudo xolasa. Xo'p. Mavzular tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bugungi darsda shu ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar va aytilgan topshiriqlarni, o'sha qoidalarni hamma yodlab aytib beradigan darajadagi va baytlardan topa oladigan darajada yodlab kelasizlar. Qaysi guruhga qachon darsim bo'lsa, o'sha 9 ta badiiy san'atni bemalol so'rayveraman. Demak, bugungi darsimiz yakunlandi. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olamiz, Instagramlarga qaramaymiz. Iloji bo'lsa mana shu she'riy san'atlarni yana bir marta, 2 marta takrorlaymizda, keyin uxlashga yotsak ham bo'ladi. Harakat qiling, hamma uxlayotgan vaqti siz o'qing. O'shanda Alloh hammasini ko'rib sizga beradi. O'sha mukofot berilganda xursand bo'lish barchamizga nasib qilsin. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olasizlar.